Qadrdonlar, bugun mana Sardor akamiz ustunovka qilingan uyga, ya'ni ish jarayoniga yetib keldik. Xudo xolisa mana hozir ustunovka tugadi. Sardor aka, assalomu alaykum. Rahmat. Aka, mebelimiz qayerga o'rnadi va necha razmerda yasaldi? Jizzax shahri yo'nadi. Jizzax shahri. 330 Krashin neftdan yasaldi. 410 ga 330 razmerda bo'lgan. 290. Balandligi 290 balandlikgacha qilib yasab berilgan, ya'ni patologgacha yasab berildi. Xo'p, bu joylarga ham bu nima vitrina hisobida, aka? Vitrina hisobida. Vitrina. Mana bu joylarga mana duxovka joylarini tashlab ketishibdi. Xo'p, aka, mana bu o'stirufimiz. Bu ya'ni отдельно hisoblanadimi yoki metrdan? Отдельно hisoblanadi. Lekin mana shu ham juda ham zo'r yoqdi menga, sababi usti juda ham katta. Bemalol ishlasa bo'lar ekan. Aha, mana bu joylar ham mana ya'ni kartoshka, piyoz desmi, butulkalar desmi bemalol taxlab qo'ysa juda ham zo'r joylashadi. Xo'p, aka, endi mebellarimizni narxi va qanaqa mebellar yasaysizlar, shular haqida xudo xolisa to'liqligicha ma'lumot berishga harakat qilamiz. Ispaniyadan boshlab Ispaniyan to'y, oshxona mebel, qanaqa mebel bo'lsa qilib oladi bizda. Universal bahosi, qanaqa xizmatlar bo'lsa qilib olamiz. Qo'qonda Ispaniya, Ispaniyan to'y, qanaqa mebellar kerak bo'lsa, ya'ni non-standart razmerdagi har qanday mebellarni o'zimiz borib o'lchab aloqaga chiqsa bemalol sizlarning ishi bitaveradi. 5 metrdan oshiq bo'ladigan bo'lsa, mana Qo'qonga mebellar. Xo'p. Mana rakvinalarni qo'yib beramiz, xudo xolisa. Ya'ni funksional rakvinamiz 5 metrdan oshiq joyga zakaz berilsa, Qo'shib beriladi. bonusga qo'shib beriladi ekan, mana do'stlar. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Ya'ni bu funksional mo'yka o'zi ham adashmasam 1,5 million, 2 million atrofida turadi. Hozir eng trenddagi sushulka ham bonusga. Juda ham ajoyib. Xo'p, aka, ya'ni mana shuni hozir metri necha puldan yasaldi? Buni 1 kvadratini 4,5 million so'mdan bu. Pagonometr. Pagonometr. Ya'ni pagonometr deganda do'stlar, mana bu 1 metr, ya'ni poldan patologgacha tushuniladi. Xuddi shunday. 4,5 milliondan yasalibdi. Albatta buncha qimmatroq, bundan arzonroq variantlarini ham yasab. Ha, bo'yiga qarab pasaysa yoki bo'lmasa material, akril deydimi? Akril, laminat har xil bo'ladi. Mana misol laminatlar necha puldan yasab beryapsizlar aka? Laminatlarda 1 metri 2 million 200 mingdan boshlanadi. 2 million 200 ming so'mdan bir pagonometri laminatlar. Juda ham zo'r. Xo'p, akamiz nomerlari ekranga mana turibdi. Xudo xolisa bemalol aloqaga chiqsanglar, har qanday mebellarni mana shunday shaklda chiroyli qilib xonadonlarga o'rnatib beradi. Xo'p, Sardor aka, ya'ni sizlarga har qanday mebelni zakaz qilsa, dastavkalarimiz qayerdan qayergacha aka? Dastavkalar xudo xolisa Andijon shahar, Andijon viloyati bo'yicha bepul. Andijon, Vodiy ham deyli aka. Vodiy ichi bepul. Boshqa joylarga kelishilgan holatda. Ya'ni O'zbekiston bo'ylab bemalol aloqaga chiqsa, mana shu mebellarni, ya'ni O'zbekiston bo'ylab deganda dastavkasiga hech qancha qo'shilmaydi. Bemalol aloqaga chiqsanglar, mana shu ham mana Jizzax shahriga o'rnatildi. Ya'ni Andijondan salkam 500-600 kilometr razensasi bilan mana o'rnab, xudo xolisa uy egasiga topshirib chiqib ketyapti. Xo'p, aka, nomerlar ekranga qo'yib qo'ydim, bemalol aloqaga chiqishadi. Bonuslarni eslab qolinglar do'stlar. 5 metrdan oshiq bo'lsa, mana bu mo'ykalar bonusga deyildi. Mebelga bo'lsa отдельно baho berasizlar. Kommentariyada albatta fikrlarni kutib qolamiz. Xo'p. Aka, sog' bo'linglar, charchamadim.